Alaykum aziz futbol ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan birgalikda dunyoning ikkiga bo'lib boradigan uchrashuv El Clasico Super Kubokda finalida va o'yin boshlandi. Real ham Barsa ham zo'r formada va bugun Super Kubokda kim yutadi degan savolga keluvliga hozir o'ynab javob topamiz. Bugun birgalikda kuzatib, haqiqatan ham zo'r o'yin bo'ladi. Rafinyalar maydonda, formada bari. Rafinyasiz Barsa qiynalayotgan edi. Real unaqasi yo'q ekan, unaqa zo'r bo'ldi. Usiz qiynalamiz degan anaqasi yo'q ekan. Mbappe hisobni ochyapti. El Clasicoda hisob ochildi. Kylian Mbappe. Odam emassan Kylian. Haqiqatan ham odam emas bu Kylian. Hozir ko'rdik-ku, qanaqa gol urdi. Qarang. Shunchaki darvozamon kuzatdi buni. Davom etamiz. Qani Barselona, o'sha yutamiz deyotgan Barselona. Vini, Rodrigo pressingni amalga oshiryapti. Qolsin. Ketdi. Pas. Hafta gol bo'lib qolishi ham mumkin edi. Darvozabon hozir qo'lini ishlata olmas edi bu vaziyatda, chunki sherga oshirdi. Hozir uglovoy bo'ladi, xavfli vaziyat bo'ladi, zarba bo'ladi. Ustun. Voy! Qanday xavfli vaziyat. Zarba. Seyf uglovoy. Barselona. Real ancha yaxshi ko'ringandi ko'zimizga. Chiqaradi oldinga pas. Bo'ldi. Real ozgincha xavfdan qutulish uchun tepib yuborib nimadir qilmoqchi, lekin bu minusga ishlaydi, chunki 90% to'pni yo'qotish deyiladi bu tepib yuborish. Va mana Mbappe oldinga chiqyapti. Kylian tepib yubordi. Darvozabon Carrerasda to Viniciusga tashlab ketdi. Vini Carrerasga chiqardi. Carreras o'zini tezligini amalga oshiryapti. Carreras Vini Ardagacha pas o'tdi. Ardaning pasi Mbappega. 2-0 Kylian Mbappe. Odam emassan Kylian. Zarbani ko'ring, zarbani. Ulgurdi va pas Mbappe to'xtatib, nega Araujo to'xtab qoldi degan savol bor. Bu Barselonaga bu savol. Nega Araujo to'xtab qoldi? Qani Barsa? Real sekin shundan qarshi hujumlardan yo'q qilib tashlayapti Barselonani, chunki sekin Real toj taxt uchun yuguryapti. Haqiqatan ham yutyapti. Voy. Mana Barselona futbolchilarining eng yomon odatlaridan biri sanaladi shu. Skema qanchalar o'zgarganini ko'rdik. Hozircha Brahim tushdi va Rodrigo markazga o'tadi degan anaqada. Vinicius tepadimi? Tepib qo'ya qoldi va uglovoy. Darvozabon to'xtataman chiqarib yubordi. Hozir esa Trent Alexander-Arnold. O'sha Barselonani ajali. Xo'sh. Pas ko'ramizmi o'zi? Valverdegacha o'tadi to'p. 3-0. Hozirgina o'zim Mbappe jarohat olib chiqib ketdi. Undan keyin tushdi Brahim, Vini o'sha yerdan tepdi o'sha Mbappe chalgan joyidan va ugl va hozir yana gol. Va bu shunchaki Real. Bilmadim. Realdan qo'rq. Chunki ular sen darvozangga gollar urib tashlaydi. Bu haqiqat. Kunde. Endi bu yog'i Barsani tasodif qutqarib qoladi, lekin hozir Lewandowski juda xavfli aniq qildi. Nima deydi? Omad kelib qolsa, mo'jiza qutqarilib qolish uchun o'ldi. Vini endi bu qanotda Ter Stegen bermaydi. Vini shu yerda qolaversa ham olib qo'yishi mumkin edi, lekin darvozabon to'p qo'ymas. To'xtab turgan futbolchi turgan joyiga berib qo'yib to'pni. Vini yugurmadi Vinicius bu to'pga. Arda. Vini. Mbappedan keyin Vini mana o'zini bo'yniga olyapti barchasini. Hozir yana Trentning pasi, haqiqiy ajal.
Va bo'ldi, tugadi. Birinchi bo'limni hozircha Real yutib tashlayapti. Statistikaga ham, tarkiblarga ham keyin o'tamiz. Bo'ldi. Ikkinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, ikkinchi time bor bu El Clasico. Real hujumda pressingda juda ham faol qatnashadigan bo'lib qoldi gol urib olganidan keyin. Va mana Real Bellinghamga xato pas, Lamin Carreras kelsa oshiraveradi. Shu xavflida oldirib qo'ysa ertinni yana gap bo'ladi. Bo'ldi. Atvarot juda ham yaxshi o'yin qilishyapti Real Madrid futbolchilari va Rudiger, Vini Araujodan o'tdi, De Jongdan o'tdi. Oppa. Viniga yana pas turgan bergandi, shu Vini turishga ulgurmadi. De Jong, Kunde, Leva Rafinhagacha o'tkazib yubordi. Leva Rafinha hisob 3-0 ham kelib chiqsak bo'ladi. Juda qiyin. Arda Kubarsidan juda ham tezligi bilan oshib ketdi va yana bitta aylanib oldi. Negadir keraksiz aylanishdek ko'rindi meni ko'zimga. Arda Güler! Haqiqatan ham sovuqqon gol bo'ldi. Zarbani bitta ko'raylik. Real Madrid. Totoq. Patpar urdi o'zi ham golni. Patpar. Turs. Wow. 4-0 Barcelona. Ko'rinmayapti Barsa. Hop. Ibrahim. Dias. Yaxshi ozgincha qolgandi. O'yinimiz yonganda yonyaptiki, o'chmayapti olov. Barselona hujumga chiqib kelyapti, chunki hisobni o'sha urib tashlash sharmandalik hisobdan yo'q qilish uchun chiqadi. Bu ikkita yoki bitta ham yomonda, to'g'ri bir sharmanda. 5 bo'lmasligini oldin olgan yaxshiroqdek ko'rinyapti ko'zimga, chunki Real 5 ta urmoqchi. O'tdi. Rodrigo. Barselonaga hozirgina aytib turdim 5 ni o'tkazib yuborishdan qo'rqsin deb. Haqiqatan ham 5 ni o'tkazib yuboryapti Barselona. Rodrigoning yurishi. Araujodan ham ko'rdim deb o'tib ketdi. Ko'rdim demadi. Shuniki bitta yonga yeyib oldi. Araujo ketyapti, Balde tushyapti. Balki shu Araujodadir ayb, bilmayman. Lekin bitta odam ayblamaysiz bunaqa El Clasicolarda. Butun jamoa biladiki, hozir yutqizsa ertinning Clasicoda yutqazgan. Real 5-0 yutgan degan nom bo'ladi. Ibrahim! Qarsida bo'sh darvoza edi Ibrahimni. O'z zarbasi chiqa olmadi Ibrahimga. O'zgarish Kristensen o'rniga Kubarsi. Real bitta o'zgarish amalga oshirdi. Mbappe jarohat olgandan keyin Ibrahimni tushirdi. Rodrigo hozirgina Kristensen o'z tushdi. Kuchi ham ko'p edi. Bilmadim, oldi baribir. Rafinha, Gavi. Hop. Lewandowski. Levaga oshirildi. Trent. Rudiger. Va. Oppa. Valverde zo'r pas. Offside. Real. Haqiqatan ham sun'iy offside zo'r chizibdi Barsa. Barselonaga bugun qattiq anaqa beramiz. Bo'ldi. Real chempion. Super Kubok sohibi Real Madrid. Haqiqatan ham mos. 5-0 ga mos. Eng zo'r o'yinchi nomiga Valverde sazovor bo'ladi. Valverde hisobda bitta gol. Hozirda endi Mbappe juda ham voqli chiqib ketgani uchun ham eng zo'r o'yinchi bo'la olmaydi, chunki Mbappe juda voqli chiqib ketdi va 508 oldi. Eng qiziq Barselonada eng katta ball bo'yicha ikkinchi o'rinda turgan odam 508, Mbappe esa boya chiqib 508 olib chiqib ketgan. Videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos kanalga like bosib qo'yinglar va bu agar sezayotgan bo'lsangiz, mikrofonlarda takoy zo'r chiqadi video. Bundan keyin hamma video sifatli chiqadi. Bilaman, ozgincha tanaffusga yo'l qo'ydim, lekin ming bor uzr.
Mana bugun El Clasico'ni ko'rdik. Super Kubokni Real Madrid o'zi bilan olib ketadi Santiago Bernabeuga. Barselona esa shunchaki ikkinchi o'rin medali bilan qaytadi o'z uyiga. Hop, Real sovrinlarni bittaga ko'paytiryapti. El Clasico'dan bittaga oshyapti rasmiy o'yinlarda chempionlik uchun. Va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, iltimos. Kanalga obuna, like men uchun juda ham zarur, chunki men sizlar uchun mikrofonman, vaqtimni ketkazib montaj qilyapman videoni. Bu uchun albatta videomizga like, podpiska, faol turish kerak. Kommentariyalarni portlatib qo'yish kerak. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.